Qadrdonlar, Lacetti Gentra qilingan avtomat 2010-yilni o'qtab yuruvdingizmi qadrdon? Mana sizni topib qo'ydim. Endi bitta laykda bosib qo'ying. Endi ham bosmasangiz bor, endi xabarlashamiz qadrdon. 2010-yil Lacetti Gentra qilingan qiziq joyini qarang-da. Faqatgina Gentra qilish uchun oldi sepilgan ekan, bitta nariga qanotida petnosi bor ekan. Radno Lacettining Gentra qilingan avtomat bezlik varianti 1.8 avtomatidan. 257 ming o'zini Radno halol pok probegi, mashinaning zazorlari joy-joyida turibdi. Endi qo'yaverasan xullas. Yumshoq olalari bor ekan mashinani. O'zini o'sha zavodskiy diskalardan, katta bakovlardan qo'yib, xudo xolasa mashinani minishga tap-tayyor qo'yishgan ekan. Narxi o'ta yengil qadrdonlar, 5600 ga beriladi. Eng oxirgi qo'lga tegishi. Generaldan bersa muammo yo'q, generaldan bersa qilib beriladi. Gen xudo xolasa bo'ladi. Narxiga maza qilyapsizmi? Bosing bo'lmasam. Xo'p, chexollari ham yaxshi ekan, xudo xolasa. Salon holatlaringiz zo'r turibdi. Salonda mana shu gap yo'q ekan. O'zi pozitsiyasi ham haqiqiy shu bo'lgan ekan. Faqat endi bu bezlik varianti ekan. Mashinani yurish turishlari, o'tishlari chot kelishyapti. 257 ming. Xudo xolasa halol pok probegi. Motori ham yarimta kalki zavod bo'lyapti. Nimaga? Metanga, benzinga o'tab chotki zavod bo'lib yuryapti mashina. Nimcha aqllarni ko'rsatdim. Mashina pechat, xudo xolasa hamma joy-joyida. Shuni kelasiz, ko'rasiz. Shitta sanab olib ketaverasiz. Mashinaga barter qilaveramiz. Barter bor. Variant yo'q. Mashina ham bo'lsa, barterga kelsa bo'lar ekan. Biz egalar shunday aytishyapti. Kelasiz, ko'rasiz, ma'qul kelsa, olib ketasiz, aniq xudo xolasa. Mana shu mashinaga men o'zimning fikrim, bitta Amerikan ka bilan Malibu bor, bitta Malibu rul qo'yilsa, shu aka printlarni terib qo'yilsa, ichi salonni ham ekan nimasi yo'q. Muammosi yo'q. Yedida shu 200 dollar sarrasat qilinsa, boshqa mashina bo'lib qoladi. Metan gazlarni yangi qo'yib turlarini holat yomon emas, chotib turibdi. Turgan adreslari Qo'qon 3ko'prik Gumbaz mahallada turibdi. Xolasa yomon emas holati. Shunaqasini oqtarib yuruvdingiz qadrdon. Imminni meni topib qo'ydim. Endi laykni bosing, endi podpiskani bosib qo'ying. Kanaldan shunaqa arzon mashina olsangiz, biz ham xursand qadrdonlar. Endi yomon variant emas, yomon mashina ham emas. Zazorlari ham chotga turibdi. O'ta bir tekisda, bir qirda, bir sizda turibdi mashina. Boshqa bo'lsa talaykni 5600 ga nima deyapti avtomatidan?